bir yarim yaşarli canım bilan to'polmayapmiz. İltimos yordam beringlar. Mahalliy aholi ovozlar tomonidan, davlat tomonidan qanday bo'lsa ham iltimos yordam beringlar. Juda qiynalib ketdik, onamni ham yuragi bari ezilib ketdi. Iltimos sizlardan shu bitta o'tinchim, iltimosim shu. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Shu mahalliy aholi ham kanalni ustida yashaydigan birodarlar, iltimos har qanday qo'llaringdan kelgancha yordamda yemanglar, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Bo'lgan voqea, real voqeani aytib berdim. Darvozalarga siz taklif bilan chiqyapsiz. Taklif bu endi men Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va bizni kuzatib turgan aziz vatandoshlar. Hozir biz sizlarga juda ham muhim bo'lgan videorolikni taqdim etamiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastdagi qizil podpisatsiya tugmachasini bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Iltimos, ushbu videorolikni kengroq tarqalishi uchun o'z kerakli joylarga mutasaddi rahbarlarga yetib borish uchun videosida bir dona like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Biz yana bu video chiqishimiz bilan iltimosnoma bilan chiqamiz. Shu suvni kamaytirib berishlik, ovozlarni ko'paytirib berishlik, qo'shni viloyatlardan Namangan, Andijon, Qo'qon shaharlaridan yana yordam chaqirishlikni iltimos qilamiz. Bu ovozlar ishlayapti, yaxshi qoniqarli ishlashyapti, lekin nisbatan kam. Ishlash nimasi kuchi kam, ishchi xodim kam. Shuni sizlardan iltimos qilib qolamizki, qo'shni viloyatlardan chaqirib ko'proq bir jalb qilinsa, suvni kamaytirib berishlikka yana biror bir iloji bo'lsa shuni kamaytirib berilsa. Ozgina qiyin bo'lyapti. Mana 14 kun bo'libdiki, hali ham topilmayapti. Shu mahalliy aholilar, buni qo'shnilar, yo'l birodarlar shuni qidiryapmiz. Lekin bizning qo'limizda texnika yo'q. Biror bir tushishimizga imkoniyat yo'q, bizda bir sharoitimiz yo'q. Shuning uchun qo'limiz kaltala qilyapti. Iltimos sizlardan tepadagi mutasaddi xodimlar sizlardan iltimos qilib qolamizki, yana bir ishchi kuchini kuchaytirib berishlarini so'raymiz. Hozirgi kunda g'avvoslar nechta suvga tushyapti? Nechta kishi kelyapti aka hozir? Hozir bitta mashinada kelishadi, 4 kishi. Hop. Bitta vadalar suv tushadi, 2 kishi tepadan nima qiladi? Arqon bilan tortib ushlab turishadi. Yana 2 kishi nimada turadi tepada. Shu 4-5 ta yo 6 ta nima keladi. Hozir qo'shni nimada ishlashyapti? Qo'qon shahrida, Besharada qidiruv ishlari davom etyapti hozir. Bir kunda necha kilometr taxminan qidirishyapti? 1 kilometrmi, 500 metrmi, 3 kilometrmi? Yo'q, taxminan. Yo'q, taxminan aytyapman. Necha kilometr? 5-6 kilometr bor. Bitta g'avvos tushyapti Yo'q, suvga. bitta g'avvos tushimi? Yo'q, obchi kelishyapti, kema bilan lotkada chayib yurishlari shu 5-6 kilometr, undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. G'avvos necha metrga tushyapti endi? Necha metr расстояние? G'avvos endi misol uchun biz aytsak, aka mana bu joyni ko'rib bering desak, shu joylarni ko'rib beryapti, lekin ancha ko'ryapti ular ham, yaxshi ishlari qoniqarli. Shu nimasi kamda, lekin baribir bitta inson bilan ish qilish ish kuchi kam. Ish kuchi kam bo'lsa, boshqa bir qo'shni viloyatlardan chaqirishlik imkoni bo'lsa, shu tomonlama bizga yordam bersalar, shuni so'rab qolamiz. Iltimosnoma bilan. Sizlar qo'shnilar, bular hammasi sizning qo'shnilaringiz, shunaqami? Qarindoshlar, mahalladoshlar, bular ham qarab turishibdimi? Zog'idon qishloqdan kelgan baribir shu mahalladoshlarimiz. Rahmat. Sizga tahdid bo'lmayapti? Siz nimaga chiqyapsan YouTube'ga, shuncha bloger chaqiryapsan, u yerda, boshqa yerda deb unaqa Tahdid tushdi, lekin menga tushmadi. Qo'shnimizga, shu sherigimizga tushdi. O'zidan o'zi dan xodimlari keldida, yurmanaqa deb olib bordi mahkamaga, bordi. Dan xodimi. Dan xodimlari, ha. Hop. Uchastkavoymi endi shu formada keldi. Men o'zim ko'zimdan ko'rmadim. Telefon bo'ldiki, tez kel, mana shunaqa holat dedi. Yetib kelsam, o'sha u ketgan. Noma'lum sababi. Sababi yo'q. Sababi endi shu biz video qilganimizgami, yordam so'raganimizmi sababi? O'sha aka videoga chiqdimi? O'sha aka biron bir murojaat bilan chiqamidi?
videoga chiqqan murojaat bilan chiqqan iltimosnoma bilan shu bizga g'avvozlardan endi suvni kamaytirib berishligingizni so'raymiz deb iltimosnoma bilan chiqilgan xolos. Ortiqcha haligi bir taqdir nimalar bilan chiqilmagan. Uni ichkariga olib kirib endi so'roq savol qilganda nima degan ular? Endi unaqasini bilmadim lekin endi olib kirdi. Bu yog'i bizga qorong'u endi. Chiqdimi o'sha aka? Ha, u chiqdi. Chiqdi ha o'sha aka. Ha. Bitta emas, ikki kishi. Chunki bizda jinni narog'imizda pastki qishloqda bir otaxon nima degan, o'zi ko'z bilan ko'rgan, ikkita chaqaloqni ko'rgan, shu haqida intervyu bergan. Shu otaxonni ham bilmayman 70 dan o'tgan bo'lsa kerak, oqsoqol. Ijtimoiy tarmoqda ham turibdi, 80 dan o'tgan bo'lsa kerak. Ana shu otaxonni ham qizi bilan olib kelibdi mana shu kecha intervyu bergan, bugun olib borib kelgan. Bu aybi nima endi u insonni? Aybi ko'rgani va aytgan xolos. U odam mumkin hali ko'rdim deb guvohlik bergandir yoki biron tahdid qilishdim, sen nimaga unday deding? Yo'q, oddiy fuqaro kanalda ko'rgan, o'zi cho'pon qo'y boqiladi. Shu paytda ko'rgan, ko'zi tushgan. Birinchi ko'rgani guvohda endi. Ko'rgan guvoh endi birinchi men oxirgi bilmadim, lekin ko'rgan guvoh. Shunda bizga aytdiki, biz shu joyda ko'rdik, o'tib ketdi dedi. Olib qo'ya olmadik, chunki olib qo'ysak dedi, bizda davlat tomonidan ishchi organlar dedi, bu yoqqa borib, bu yoqqa olib kelib dedi, nima qiladi dedi. Olib borib olib kelib bizni qiynaydi dedi. Shundan qo'rqib ular olib qo'ymagan. Endi otaxon ilmsizlik qilgan. Nima deydi? Otaxon menimcha shu davlat tomonidan shu nimalar olib kelishidan qo'rqib, shu ikkita go'dak chaqaloqni olib qo'ymadi chekkaga. Tortib olib qo'ymadi. Mana tepaga olmasin, tortib olib o'zikigami yo biron bir nimalarga xabar bermadi. Hozir shu siz misol uchun Katta Farg'ona kanali bo'yidagi aholiga nima deysiz agar ko'rib qolsa? Hali ko'pchilik hali jinoyat javobgarligi yoki biror bir narsa deb qolishmaydi-da, qo'rqib. O'shanaqa insonlarga misol uchun ko'rganlar bo'lsa nima deb qolarsiz? Endi shularga iltimos qilamanki, olib qo'yinglar. Olib qo'yib bo'lmasa, chetroqqa olib qo'yinglar va xabar berishlarini so'raymiz. Hozir hamma narsa rivojlangan, telefon, biron bir mana shuncha mahalliy aholi ham yuribdi. Bruziki ham misol uchun telefon qilsa hamma sirasi kelib oladi o'zlari. Shuni iltimos qilamizki, shu olishsa. Значит, bu o'sha suvda ketayotganda ko'rgan bo'lsa, ikkita chaqaloqni ko'rgan, o'sha otaxon shunaqami? Fakt bo'lmasam, uchalasi ham suvga tushgan ekan. Endi uchalasini bilmadim, opamni bilmadim tushganligini, chunki opamni ko'rganlar bo'lmagan, lekin ikkala chaqaloqni ko'rgan va katta 5 yasharligini olganmiz. 1,5 yasharligi suvning ichida hali ham qidiruvdamiz, bo'lmayapmiz. Xo'p, bitta bolani ushadik, xo'p. Ekspertiza qilindimi? Ekspertiza xulosasi nima dedi? Ekspertiza xulosasi nima chiqmadi? Endi shu suvda dimiqqan. Suvda bo'lgani aniq bo'ldi, aniq. Endi o'sha yo'llarda kamera bo'lmaganmi? Masalan, yo'llarda ko'chada kuzatuv kameralar bor, nazorat kameralari. Ustida kamerasi yo'q ekan. Buni ko'rdik, kuzatdik. Hech qanaqa kameraga tushmagan. Kameralarga tushmagan. Ha, kinolog olib kelishdimi, itlarni olib kelishdimi? Buni boshida olib kelishdi, unda men yo'q edim, Rossiyada edim. Olib kelishdi, qidirib iskatib ko'rishdi. O'sha kinologni olib kelgan iti o'sha kanalgacha yo'lni ko'rsatganmiz. Siz bo'lganmisiz otaxon, siz o'sha gapni? Yo'q edim. Men qidiruv ishlaridan band edim. it kelibdi dedi. Yashagan uydan chiqib, o'sha kanal bo'yida to'xtagan. Hidi o'sha kanalni bo'yigacha kelgan. Kanalni bo'yigacha kelgan. Ya'ni boshqa joyga yurmagan edi. O'shani bu itni xulosasiga binoan o'shda shu mashhurdan tushirgan degan xulosa bor. Hozir nima sababdan tashlagan bilmaysizlarmi? Asl sabab ham noma'lum. Onasini o'zi tanib aytdi. Men to'yga ketdim, kelsam dedi, qizim bilan janjal qilib yurgan. Jiyanim dedi, menga aytdi. Bu shunaqa degan. Ha, shunaqa. Xudo taraf aytyapti endi bu gap. Xudo xohlay aytyapti shunaqa. To'yga ketgan, qaytib kelsa, kelsam janjal qilib turibdi dedi. qizi bilan. Keyin soat 8da dedi, men ajratibdi, 8da uyimga ketib bordim. Men yotdim dedi, ertamada 8da tursam dedi. Jiyanim dedi, to'xlab suv, shiprak yo'q. Eshikka qiyo ochilgan dedi, kirsam dedi, uylarga yo'lgan dedi. Keyin senlar dedi, uyingga bordim dedi. Yo'lgan dedi. O'sha janjaldan keyin nima bo'lgan misol uchun? O'sha uyda kechqurun yotganmi? Yotmagan u. Kechqurun uyda yotmagan, ha? Hozir yotmagan edi. Joy ham solinmagan. Joy ham solinmagan, ha? Kechqurun shunday chiqqan.
Kiyimlari ham yechmagan. Onasinikiga borib, bularning uyiga borib, onasinikiga borib qaytib kelgandagi kiyim bilan kanaldan topildi. Soat nechalarda chiqqan? Taxminan soati. Topilgan qizmi? kechqurungi Kechqurun chiqib ketgan. kechqurungi taxminan soat nechilar? U ayolda aytishi bo'yicha soat 8 gacha deyapti. Soat 8 kechqurun. 8da uyiga kirib yubordim, yotganim deyapti. Ha, keyin uyga yotgan, haligi kirgizib, uyga kirib yotgan. Ha, o'zi ham yotgan. Aytishi bo'yicha. O'zini aytishi bo'yicha. Ertalab tursa hech kim yo'q. Ertalab tursa endi u kelin ish berish kerak, choy qo'yish kerak, noshta tayyorlash kerak. Choy yo'q, ulardagi choy yo'q, suv yo'q. Keyin qidirib qo'ygan keyin nima ichmadi. Qarzi yo'q ekan. Uni aytishi bo'yicha endi uni Xudo biladi. Hozir televideniyega intervyu berilgani ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, bu faktlar yo'q edi-da. O'sha Biz ham Bu ko'rdik. ayolni o'zining gapini aytyapman men. Ha. Siz u kimga aytgan o'sha gapni? Bizga gapirdi shuni. Ularga aytilgan, Nima bo'ldi deb biz aytdik. Biz surishtirgan bor deydi uyga. Yo'q degan. Demak, fikr ikki xil chiqyapti hozir bu yerda. Nimaga televideniyada, Sevimli televideniyasida intervyu berilgan, bu joyda bunaqa gaplar yo'q edi. Biz ko'rdik o'zimiz. Xudoning aytgan gapini gapiryapman. Ular biz qo'shganim ham yo'q, tashlab ham yuborganim yo'q. birinchi biz shu blogerlar sizlarni sheriklaring bilan nima qildik? Intervyu olishda birinchi intervyumizda bordik. Mahallani nimalari bilan uchastkavoylari bilan bordikda. Intervyu olamiz desak, yo'q deyishdi. Biz bermaymiz deyishdi. Qarshiliklar ko'rsatishdi. Bu ijtimoiy tarmoqda ham turibdi, yo'q emas. Hech kimga sir emas-da bu, ko'rindi. Ancha urush to'polonlar bo'ldi. Lekin undan bir kun o'tib, Sevimlidami qaysi nimadan o'zi nima yana intervyu berdi. O'zi bizga bir kun avval qarshilik qildi. Qo'ymaysan, olmaysan deb qarshilik qildi. Va ertasiga hech kim yo'q edi, o'zlari intervyu berishdi. Hozirgi kunda o'sha quda tarafdan sizlarga tahdid yoki sizlar tarafdan ularga qanaqadir urush e'lon qilingani yo'qmi? Yo'q. Tinchlik saqlanib turibdimi? Saqlanib turibdi. Hech qanaqa nimaga unday qilyapsan? Bizga to'polonni kerak yo'q. Bizga o'sha qanday bo'lib o'lgani, qanday nima bo'lganini oydinlik kiritsa bo'ldi. O'sha qidiruv jarayonida o'sha kelin tarafdagi misol uchun, qo'chchi tarafdagi insonlar yordamga beryaptimi, mahalla ko'chib chiqdimi misol Uni uchun? mahallasidan Mahallasi chiqmaydi. O'zlari qarindosh urug' chiqyapti, mahallasidan hech kim misol uchun chiqmaydi. Endi o'zi chiqsa, ikkita jiyani bilan chiqadi, endi zo'r bo'lsa 4 ta 5 ta chiqadi ular ham. 4 ta 5 ta inson chiqyapti xolos qidiruvga. Endi o'zi kuyov, pochchamiz, endi keyin ikkita amakisi, endi jiyani shu. Hozir batda ko'pchilik sizlarning mahalladoshlaringiz. Hammasi Qarindoshlar, mahalladoshlar. Qarindoshimiz, mahalladosh. Qo'li qo'shni oshna og'ayni. Hop, mahalla noziri kelib ketyaptimi? Shu yer mahalla noziri ham shu kelib ketib yuribdi. Hozir boshqa aytyapti-ku, ikkita 3 ta joyda qidiruv nimasi ketyapti. U boshqa tushgan joylarida ham, birinchi tushgan joyda ham qidiruv ishlari shu yerlarda nimalar bor. Shu mahallamizning mahalla vakillari, ko'cha boshlari, reslari ana shu yerda. Shu yerda. shu yerda. Ular ham xizmatlar. Tergov ishlari ketyapti. Uni bilmaydiganmiz. Biz Xabarlaringiz yo'q. Birontasi kelib sizlardan biron bir savol berib, biron varaqqa yozdimi? Biron narsa yozdimi? Sizdan siz masalan Rossiyada ekansiz. Siz o'sha kelinchani tog'asisiz. Sizdan kelib biron bir tilxatmi, biron narsa bir so'rovnoma o'tkazdimi? birinchi qizcha topilgan kuni tushuntirish xati berganmiz, ariza berganmiz. Xat Tushuntirish xatida siz nima deb yozgansiz? Sizga qanaqa savol berishdi ular? endi bo'lgan so'rashdi endi. Siz kelsiz o'sha men turdim, o'sha keldi, o'sha gapni Sizga aytdi. aytgan gaplarni gapirdim. Mana shu gapni gapirib berdim, yozishib oldim. Bundan qo'rqib qo'ydim. Hech qanaqa bir bosim bunday deb yozgan, unaqa deb bosim bo'lgani yo'q, a? Bo'lgan voqea, real voqeani aytib berdim. Keyin qo'l qo'yib qo'ydim shu. Men bosim bo'lgan. Boshqa chaqirishgani yo'qmi? Yo'q, boshqa chaqirish yo'q. Tushunarli. Real voqea bo'lgan. Katta Farg'ona kanali bo'ylab yashayotgan aholidan nimani so'ragan bo'lardingiz? Endi shu Farg'ona kanalining atrofida yashaydigan aholilardan so'rab qolamanki, ko'rganlar bo'lsa, iltimos olib qo'yinglar. Hech qanaqa bir jinoiy javobgarlikka yo boshqa tortilmaysizlar. Telefon nomerlarimizni beramiz. O'zimizga to'g'ridan-to'g'ri chiqinglar. U javobgarligini o'zimiz olamiz. Mayli sizlar ko'rsalaring, shuni olmanglar mayli, telefon qilinglar, o'zimiz borib chiqarib olamiz. Sizlarga hech qanaqa javobgarlik bo'lmaydi. Hamma javobgarlikni o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Sizlar bu yoqdan tashvish tortmanglar. Shu mahalliy, shu Farg'ona kanali yonida yashaydigan, atrofda yashaydigan Bag'dod tumani, shulardan shu so'raymiz endi. O'zbekiston tumani, Beshariq tumani. Tojikiston Respublikasidagi birodarlarimizgacha iltimos qilamiz. Mana shu kanaldan shu 1,5 yoshli jiyanimiz Gumonog'on chiqib qolsa, iltimos xabar beringlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefon raqamlari orqali xabar bersalaring.
biz o'zimiz borib olamiz. Ilohim topilsin. Shu yordam berganlarga Allohning nimasi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Savob ish qilsa hammaga yaxshi. Mana shu favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tasarrufidagi barcha jihozlarni chetga olib kelib berishsa, kelaversa, g'avvoslar yetishmasa, o'zimiz ham mana bu yerda tushamiz, yordam beramiz, qayiqlarga tushib qidiramiz. Ana endi bizda asbob uskunalar, jihozlar yetishmagani uchun shu kanalda ikkala qirg'og'ida borib kelyapmiz xolos. Suvni ichiga tushib yordam bera olmayapmiz. Faqat shu g'avvoslar yoki MCS xodimlari suvni ichida yuribdi. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Lekin bizga qo'shimcha jihozlar bo'lsa, mana biz ham xalq mana shu yerda turib yordam beramiz. Hozirgi kunda mana kanalda qidiruv ishlari demak o'z natijasini bermayapti. Mana shu g'avvoslarga qo'shimcha ravishda shu O'zbekiston tumanidagi Qo'qon mintaqasida Farruh aka ismli g'avvos bor ekan. Bugungi kunda demak mehnat ta'tili degan shu akadan iltimos qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib kuzatib turgan bo'lsa, kelib bizga bir necha kun yordam bersa, shu kanalga tushgan yerlarimiz topilishiga o'z katta hissasini qo'shsa xursand bo'lardik. Iltimos qilamiz. Iltimos qilib qolamiz shuni. Farruh aka iltimos shu yordam bering sizdan. Umidimiz sizdan endi qancha ovoz ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, aka iltimos sizdan. Mana 14 kun bo'libdiki, hali ham topilmayapti. Iltimos agar qo'lingizdan kelsa, imkoningiz bo'lsa, kelib yordam bering akajon. Iltimos. Nafaqat Farruhjon, boshqa insonlarga ham iltimos qilamiz, yordam berishlarini so'raymiz. O'zbekiston bo'yicha g'avvoslar kelib yordam bersa, xursand bo'lardik. Bizni kuzatib turgan nimada mana shu mahalliy aholi ham iltimos. Uylaringizda misol uchun bir qayiqmi yo biron bir jihoz bo'lsa, iltimos shundan yordam beringlar. Suv kamaygan sari imkon qadar o'zimiz ham tushib shularni bir qidirishda o'zimiz ham bir ishtirok etamiz. Imkon bo'lsa shu mahalliy aholidan so'rab qolamiz shuni ham. Biron bir lotkami, biron bir qayiqmi, biron bir shunaqa bir uskuna bo'lsa, kiyim, boshmi shunaqalar bo'lsa iltimos qilib qolamiz. Shu tomonlama bo'lsa ham yordam beringlar. Sizlardan iltimos. Siz so'rovnoma bilan chiqamiz. Yordam bo'ladimi? Bu yoqda oqtaradi, kameraga tushib qo'ysa. Misol uchun. Oddiy xalq misol 170 kilometrda boriga oqtarmash kerak-ku. Hech bo'lmasa gilamni joymi, gilamni joylabda kamera qo'ysa, darvozalarga siz taklif bilan chiqasiz. taklifda bu endi men Kuzatuv kameralarni oddiy misol o'sha MCS xodimi bo'ladimi, boshqa davlat ishchisi bo'ladimi, hammasiga yordam bo'ladi. Misol ikkita kamerani bir dona qo'ysa ham qo'yib qo'ysa, ko'raman to'shakda har bir nimada hech kimni boshiga tushmasin bunaqa voqea. Odam shu yerda yotibdi 0 gradusda. To'g'ri aytasiz. Просто ne o'ylash kerak, odam. Hurmatli mutasaddilar, bu bolani gaplarini inobatga olasizlar degan umiddamiz. Qattiqroq. Qo'shildik. Yaxshi niyatlarda yuribmiz. Kechasi kunduzi nimalar bo'lsa qilyapmiz Xudoyim, o'zingdan so'rayman. Umid tilak masomat Alloh taolo qadimdan bergan bo'ldim. Bolalarimizga, xalq pullarimizga, nima ishlarimizni hammasini o'zing qilmoqimiz. Robbana oyatina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Rahmat.